Gagarin hududida Aziz bozori qarama-qarshisida 3 xonali uy sotuvga chiqdi. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Kirish qismimiz prixojin mebel qilingan chiroylikgina akkuratli remontchasi bilan chap qo'limizda alohida hojatxona, alohida vannalik, kattagina bedelargacha bor. 3-qavatda 3 xonalik 70 metr kvadrat 6 metrlik balkon, ikkita shkaf, televizorli zona, trimo, ko'cha tomonga qaragan konditsionerlari bilan barcha mebel jihozlari qoladi. Bu yerda mehmonxonasi va mehmonxonadan yana bitta yotoqxonamiz. Bu ham katta ko'chaga qaragan. Patologlari natijnoy patolog bo'lyapti. Va bu yerda katta mehmonxona, mehka mebellari bilan ajib katta televizor, bu yerda ham konteyner mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Va 6 metrlik balkon, 6 metrlik balkonga kuxnyamizni chiqarganlar, xolodilnik, barcha mebel texnikalari qoladi. Tayyorgina. Samarqand shahar Gagarin ko'chasi Aziz bozori qarama-qarshisida 3 xonali 70 metr kvadrat 3-qavatda g'ishtlik domda kadastr hujjatlari bor, faqat naqd pulga ipoteka rastroshkasi yo'q. Narxi olmishdan $60 so'rayapti. Yana savdosi bor. To'liq ma'lumot va nomer qo'ldiraman. Bemalol telefon qilib aloqa qilinglar. E'tiborchi rahmat. Xayr, salomat bo'ling.